Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi video darsimizning mavzusi archa unsimon qurti va unga qarshi kurashish deb nomlanadi. Marhamat. Archa unsimon qurti bu ilmiy nomi Pseudococcus vovai deb nomlanadi. Keyingi yillarda 3-4 yilda ko'payib shahardagi archalarning katta qismiga nobud qilyapti. Bu so'rovchi zararkunanda hisoblanadi. Ayniqsa archalarning Можжевельник turini kuchli zararlab, uning butunlay qurishiga ham olib keladi. Archa unsimon qurti to'g'ri qanotlar turkumiga unsimon qurtlilar Pseudococcidae oilasiga mansub. Urg'ochilarining kattaligi 3 mm ni tashkil etadi. Tashqi ko'rinishi ovalsimon, mana rasmda ko'rib turibmiz. Ustki qismi butunlay oq tukchalardan qoplangan bo'ladi. Shuning uchun ham bu unsimon deb nomlanadi. Urg'ochilar yetuk davrda qanot chiqarib uchadi va boshqa joylarga tezda tarqalib ketadi. Zararkunandaning 1-2 yoshdagi lichinkalari archaning po'sti orasida o'zidan chiqargan parsimon ekskrement tagida qishlovga ketadi. Ayniqsa archaning qalin shoxlarida ko'plab uchraydi. Ularning tuxumlari qulay sharoitga tushganda archaning yosh shoxlarini ham zararlaydi. Bu keyingi yillarda respublikamizda, ayniqsa Toshkent shahrida bog'larda, istirohat bog'larida hamda ishxonalar, ta'lim muassasasi yoki boshqa davlat muassasalari atrofida yetishtirilayotgan ekilgan archalarda, igna-bargli daraxtlarda ko'p uchramoqda. Ushbu zararkunanda tarqalgan maydonlarda birinchi Можжевельникka zarar yetkazadi, keyinchalik esa boshqa turdagi daraxtlarni ham zararlab boshlaydi. Ya'ni bir nechta daraxtni zararlaydi bu. Bunda ko'chatxonalar, dam olish bog'lari kabi joylarga tarqaladi. Urg'ochi qurtlari oziqlanib bo'lgandan keyin tuxumlarni qopchalar ichiga joylab qo'yadi. Bitta qopchada o'rtacha 210 dan 330 tagacha tuxum bo'ladi. Tuxumlarning embrionlar rivojlanishi 10-12 kunni tashkil etadi. Ularning avlodlarining rivojlanishi deyarli bir xil. Archa unsimon qurti bilan zararlangan archa bir nechta hasharotlarni o'ziga jalb etadi. Ya'ni bu unsimon qurt bilan zararlangandan keyin boshqa hasharotlarni ham o'ziga jalb qilishni boshlaydi. Bu unsimon qurtni tabiiy desak ham bo'ladi, tabiiy entomofaglari deylik, entomofaglari ham bor. Bularga qarshi biz entomofag chiqarishimiz ham mumkin. Bu yerda oltin ko'zni lichinkasi katta rol o'ynaydi. Oltin ko'zni lichinkasi bu unsimon qurtni lichinkalarini yirtqich tarzda yeb qo'yadi. Bundan tashqari Cryptolemus degan qo'ng'iz ham bor. Bu ham mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Oziqlanishini, o'sha unsimon qurt bilan oziqlanishini mana bu tepadagi rasmda ko'rib turibmiz. Bular bu zararkunandaning kushandalari hisoblanadi. Bundan tashqari unsimon qurtga qarshi kurashishni bir qancha tadbirlarni amalga oshirishimiz talab etiladi. Daraxtlarning holatini o'rganish maqsadida entomologik va fitopatologik kuzatuvlar olib borib turishimiz kerak. Entomologik va fitopatologik deganda ham zararkunandalar, ham kasalliklarni monitoring qilib turishimiz kerak har doim archalar. Daraxt holatidan kelib chiqib, fitosanitar agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish va mineral o'g'itlar hamda tarkibida mikroelementlar bo'lgan oziqa bilan qo'shimcha oziqlantirish talab etiladi. Biz bundan oldingi darslarimizda ham biz gaplashgan edikki, o'sha o'simliklarni kasallik yoki zararli organizmlarga chidamliligini oshirish uchun, immunitetini yuqori baland qilish uchun to'g'ri oziqlantirishimiz kerak bo'ladi. Mineral o'g'itlarni o'z vaqtida berishimiz va qo'shimcha oziqlantirishlar ham bor. Biz oldingi darslarda ko'rdik. O'sha o'simlikning yashilligini saqlab turadigan yoki immunitetini ortishiga yordam beradigan qo'shimcha minerallar bor. Ularni ham muntazam ravishda ular bilan oziqlantirib tursak, o'simlikning immuniteti ortadi, sog'lomlashishi osonlashadi. Bundan tashqari endi bu zararli organizmlarga qarshi kurashishda baribir xohlaymiz yo'qmi, kimyoviy vositalarning o'rni beqiyos, ularning o'rnini alohida tutamiz. Bulardan ayrimlarini hozir misol keltirib o'tishimiz mumkin. Bu unsimon qurtga qarshi bellik 8 ni 40% immunitsiya konsentrati bor. 1,5-2 litr gektariga deb sarf me'yorda ishlatish mumkin. Karbofos mana 1-3 litrgacha 1 litrdan, Bagira mana 20% suvda eruvchi konsentrat mana 0,3-0,4 litr gektariga, Imitrin mana, Tanrek,
Fufanon preparatlarini tavsiya etilgan me'yorlarda purkash bir mavsumda 2-3 martagacha 10-15 kun oralatib zarar yo'qolguncha tavsiya etiladi. Masalan, birinchi ishlovni bergandan keyin 10 kundan yo 12 kundan keyin 15 kungacha bo'lgan vaqtda, demak, ularning sonini yana qayta monitoring qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'sha zararli organizmning soni miqdoriga qarab biz ikkinchi yoki uchinchi ishlovni ham berishimiz mumkin bo'ladi. Mavsumda demak 2-3 martagacha purkaladida endi bu nimalarni, preparatlarni. Bundan tashqari bu yerda Insecta Super Suspenza konsentrati 28% bu ham ishlov bersak, o'sman qurtga juda ham samarali ta'sir etadi. Bundan tashqari F30 MMA 760 bu ham yaxshi ta'sir etadi bunga qarshi. Bundan tashqari mana bu yerda eng ko'p ishlatiladiganlarda mana insektisid, mana Maspilan yoki Confidor Extra bu ham juda ham yuqori samara beradi mana shu unsimon qurtni, demak, nazorat qilishda. Xohlaymizmi yo'qmi, har doim birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz o'sha archalarni, deylik, monitoring qilib turishimiz, ya'ni zararli organizmlarning sonini hisobga olib turishimiz kerak bo'ladi. Dastlabki ko'rinishida, ya'ni birinchi, ikkinchi o'sha monitoringning o'zidayoq biz bularga qarshi kurashni olib borishimiz, ya'ni bitta ikkita qurt paydo bo'lgandan biz qarshi kurashga kirishsak, demak ko'p tushishini oldini olamiz. Bundan tashqari boya aytganimizdek, qo'shimcha mikroelementlar bo'lgan oziqa moddalarni biz barcha o'sha archazorlarda yoki o'sha archa daraxtlar ekilgan maydonlarda dam-badam ishlatib turishimiz, ya'ni archani qo'shimcha oziqlantirib turishimiz ham buni immunitetini ortishiga yordam beradi va bu yerda faqat unsimon qurt emas, boshqa zararli organizmlar, kasalliklar yoki boshqa zarar kunandalarga ham o'sha o'simlikni, demak, chidamliligini, immunitetini ortishiga yordam beradi deb o'ylayman. Sizlarga ham shuni tavsiya etgan bo'lardim. Demak, navbatdagi bugungi o'sha archada uchraydigan, o'sha ignabargli daraxtlarda uchragan unsimon qurt haqida qisqacha video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan xayr salomat bo'ling.